bugun Dubayga 13-kun, 12-kun adashmasam. Bugun osh qildik, kastrulga osh qildik. Qozon chunki yo'q. Nima qilamiz? Mana tagi olgan, tagi yopishgan. Kapkiram yo'q, qoshiq mana. Qoshiqda qildik. Mehmonlarni ham ko'rsatib qo'ying. Mana bu bizning hurmatli Superming Aziz Xalikov komandasidan Azamatxo'ja Norxo'jayev, Mr. Norxo'jayev. 14 mi bu? Nechi bu? 14 Pro Max. Kechirasizlar, uzurasizlar. Самый последний. Nechtali? Ya haybi. Xullas. Oh, de. Qo'ldan kelgancha qildik ovqatda. Gap bo'lish mumkin emas. Qani edi? Go'shtlarni qaranglar, O'zbekistondan kelgan go'shtlar. Qani edi shu kamera hidini передавать qilsa, ha? Voy. Manga salib qo'shmasa bo'ladimi, oshkina? Menga tashlab yuborasan salatingni, uka to'yim. Mansurbek, taassurotlaringiz. Taassurotlar nima deymiz hozir? Bitta mana o'g'layman. Sheraka bizning. Shiraka. Yo, men aytgandimki, agar go'sht normal bo'lsa aka, bu yoqda osh ko'pi ertaga qolgan go'sht, nima deysiz? Mana go'sht normal bo'lmi? Jasurbek, Azizbek, bolalar. Ana. Voy dod, ana. Muzga kerakda. Servis qilsa, sabzini o'zi yo'q-ku. Yopishgan. Yopishgan sababi bor. Ovqatni qozonmas. Yangi kastrulma, yangi qozon olsanglar, ana shu narsa esinglardan chiqmasin. Men bu narsa bilan ishlatilmaydi. Spetsial taxtachalardan chiqqan hozir. O'shandan olib ishlatinglar. Bu yoqda ukun nima bo'lgan? Guruch qolib ketgan esinglardami? O'shandan keyin yopishadigan bo'lib qoldi. Atak yangi kastrul. Men bu sabzi qo'yilganini olib o'ring, sabzini. Yo'q, nimaga aytyapman mana? Tabiiyki. Mana. Sizga umuman besh sabzini jasur. Bo'ldi bo'lmasa. Wow. Короче, sabzisi ozgina pishgan. Bular Azizbek, ya'ni Ronaldo. Mana 4 tagina. Bo'l. Mana shu adashmaysiz. Rozi bo'lasizlar endi sabzisiga. Wow. Voy dod, bu anorchalarni qaranglar. Жестокий. Ana Azizbek. Oling sabzi qo'yilmagani bu yo'q. Qo'yinglar bu yoqqa. Montaj qilish ham shart emas ekan. Mana bu yoqda. Montaj qilish ham shart emas ekanda. Mana buni qaranglar. Mana. Azmuchkalar yaxshi tushadi. Mana. Marhamat. Shira joylari qo'yilmoqda. Sabzi qo'yilmaganda ham olib ketdimi? Ketdi. Chaqiring. Ismi kim edi? Sabzi qo'yilmaganda olib ketdimi? Go'sht kammasini go'sht qo'yib o'rayman mana shunga. Sabzi qo'yilmagani qaytaringlar. Maniga o'xshab kelgan. Sabzi qo'yilmaganda olib ketib qoldi. Yo'q. Yo'qda kuruglar. Olib keling uni. Sabzi qo'yilmaganda ikkitasini olib ketib qoldinglar, po-mo'y. Azizbek boyagi ishdan olib kelgan. Rahmat. Sog' bo'linglar. Kuzatishda davom etinglar. Like, podpiska sizlardan.